bayananni yıqib bo'lib, ish haqqimga hisoblab azroq bir narsa bergach tursala, balalarim och qolmasin desam, Shikor begi un, o'tin, tuz, yog'ning hammasi bizdan bo'ldi. Sizlar faqat pishiribla berdilar. Bu nonni yolg'iz men yemayman. Biz degan Qashqarni Samarqandliklarning qo'lidan qutuldirib olg'ili kelgan. Ra'iyatning ancha-muncha xizmatimizni qilish majburiyati bor. Ashunchalik chog'liq xizmatlarga ish haqqi so'ramasilmi bo'lur, deb bargohdan haydab chiqardi. Shunga janoblarning adolatiga sig'inib, arz qilish uchun saqlab turdim. Uyda bolalarimga tovoq etib bergudek bir narsa bo'lgan bo'lsa, amir janoblarning oldini to'sib, adabsizlik qilmaydim. Ayol gapdan to'xtab, buquldab yig'lavatdi. Shu topda bu nohaqchilikqa qattiq g'azabi kelgan Said Ali Olibning topinidan kirgan bir parcha o't miyasidan chiqqan edi. U Qashqar shahri atrofidagi yezi qishloqlardagi oddiy xalqning turmushining g'o'rigil o'tadiganligini. Pirhoji Muhammad Shoyasta Samarqand lashkarlarini beqish bahonasi bilan olvon siliqni ig'irlashtirib o'tganligini bilgandan keyin sarkarda lashkarlariga dehqonlarning narsasini haq bermay olmaslikqa, hatto bir tal olg'o'ri chaqliq narsigami xohlagancha cheqilmaslikqa qattiq ogohlantirgan. O'tgan yili Qashqarga yurish qilganda bir bog'vanning anarliq beg'iga kirib, bog'vanning ruxsatsiz 10 tal anar o'zib chiqqan ikki lashkarning kallasini elib, jazolab butkul qo'shinga ibrat qilgan edi. Shuningdan keyin atrofdagi dehqonlar sarkarda lashkarlar ustidan arz shikoyat qilib kelmagan edi. Yursizlar, bargohga kirayli, dedi Said Ali Olib o'zini qattiq tutib olib. Heliqi ayolning amir kabir bilan birga kirib kelganligini ko'rgan Shikor begi totirib ketdi. Muno mazlumning ish haqqini qandoq berishga deyishgan edilar Shikor begi? So'radi Said Ali Olib qopqini turib. Shikor begini birdili titrak bosdi. Duduqlab turib javob berdi. Amir kabir janoblariga ma'lum bo'lg'ay, oltinan yiqib bersa, ish haqqiga bir non beradigan bo'lgan. Ish haqqini berdilarmi? Suvani tutilgan Shikor begi yerga qarab oldi. Said Ali Olib g'azab bilan vorqiradi. Gap qilsinlar. Beshida o'lim ko'langizi soyi tashlab turayotganligini his qilgan Shikor begi duduqlig'icha sabab ko'rsatishga kirishdi. Bargohda un qolmabdi ekan. Shunga Said Ali Olib Shikor begining gapining beliga tepdi. Bahoni ko'rsatmasinlar. Shikor begi pokkida tizlandi. Bir qo'shiqinimdan kashkayda, amir janoblari, bir qo'shiqinimdan kashkayda. Demak, ol mazlumning ish haqqini bermaganlari rost ekan-da. Bir chetda savol so'roq ahvoliga nazar tashlab turgan ayol Said Ali Olibning alpozining yomonligini ko'rib, nimanidir xiyolidan o'tkazdi-da, oldirab denab Said Ali Olibning oldiga kelib yelindi. Sizlardan o'tinib qolay amir janoblari, Shikor begini kechirmaysilar. Mening sababimdan uning jini savol topmasin. Men bu xun qisasning huddisidan chiqolmayman. Ayol endi o'zini ayblab yig'lashga boshladi. Ah xudo, nemishqimi bir necha nonning qalbisini qilgandiman. Biror vaqt tomoq yemaganga bolalarim o'lib qolmasdi. Amir janoblari, necha kundan beri yiqib bergan nonning hurmatini qilib, iltimosim
Seyit Ali olib, o'likdek totirib ketgan Shikarbekning ko'ziga nashtardek tikildi. Anladın mı Şikar Begi? Özler töt nonnu ayğalları bilen. Bunu mazlum callarını tilav atıdı. Shikarbegi hurkirab yig'lavatdi. Ben eziptimen. Poh yaptimen. Şefkat kılgayla hazırttim. Şefkat kılgayla. Boptu. Bunu mazlumның yüzünü kılıp, bir koş kallardın kessem keçay. Seyit Ali olib, yenidagi nökar beshig'i yuzlandi. Bargahta ambır bolsa, ilip çıksınlar. Bargahta ambır yok canapları. Dedi nökar beshi. Bırak, o mahallede tömürçü bardak kılıdı. Derhal et gelsinler. Nökar beshi etig'i minib, qo'yundek chepib chiqib ketdi-da, hayal o'tmay bir tal ombur tepib keldi. Bunun qarı köngül, noinsaf Şikar Begining bir tal eziq tishini so'g'irib elib, beshig'i qiyqinglar. Dedi Seyit Ali olib. O buningdan keyin kishining haqqiga qor sanamaydigan, yavolmaydigan bo'lsin. Ham bu ochchi savoqni kallasida mahkam saqlasin. Eziq tishini tortayotganda og'riqqa chidamay chirqirab ketgan Shikarbegi yulingan eziq tishini bo'lqi bilan beshig'i qiyqayotgan chaqda dod faryod ko'tarishga majoli yetmay hushidan ketdi. Seyit Ali olib, nökarlarga buyurib, bir tag'or un bilan bir qapoq yog'ni otga joylashtirg'izdi. Ondan 50 sar kumush achchiq turib, ayolga tangladi. Masala, buni xarajat qilib, bolalarni obdan baqsalar. Shikar Begining gunohi uchun o'zlaridan kechirim so'rayman. Hayajonlangan ayolning ko'zidan yosh yomg'ir bo'lib to'kildi. Rahmat amir janoblari. Un bilan yog'ni olay. Lekin bu kumushni ololmayman. Bu shaqqimga ortiq ketadi. Ey, alsılar. Buni shaqqilari uchun emas, bolalari uchun berdim. Ayol yana tirajab turib olsa, amirning g'azab qilishidan ansirab, kumushga avaylab qo'l uzatdi. Rahmat. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat amir janoblari. Yaratgan Allah egam davlatlarni siyoda qilg'ay. Muradillari hosil bo'lg'ay. Otni o'g'limdan hozirla avatib beraman. Ojatsiz. Otnimi sizlarga berdim. Ayol yenishlab rahmat tashakkur bildirganicha otni yetilab bargohdan chiqib ketdi. Bargohni cho'nglar. Qarorgohga qaytamiz. Dedi Shikardan ko'ngli qolgan Seyit Ali olib, nökarlariga qarab. Nökarlar chidirlarni chuvib, yuk taqlarni tengib turishiga 15-16 yoshlik bir o'g'il bola otga yovdaq minginicha yetib keldi-da, otdan tushib Seyit Ali olibga salom bergandan keyin mundaq dedi. Anam amir janoblarining yaxshi ko'ngliga rahmat. Ot jangi lozim bo'ladi. Amir janoblariga opirib bergin degan edi. Seyit Ali olib mamnunlik bilan beshini langshitdi. Validanga rahmatimni yetkazib qo'ygan o'g'lim. Ukalarining holidan obdan xabar ol. Bola Seyit Ali olibga salom berib o'tib xo'shlashdi. Shu topda qarorgohga qaytib ketayotgan Seyit Ali olibning ko'z oldiga bu dunyoga ko'z ochqili uzun bo'lmagan ikki o'g'li kelib olgan edi. Farzandlarim, sizlarni shundoq sevgindim. Sizlarni tezroq ko'rsam,
bag'rimga bossam deyman. Qashqar shahrini qamal qilib yetiverib, Sayit Ali olibla emas, sarkarda lashkarlarmi zerikkan edi. Bugun har qaysi qarorgohlarni ko'zdan kechirib ketayotgan Sayit Ali olibning kallasiga pishishga boshlagan bug'doylarni ko'rib, tuyuqsiz bir aql keldi. Texi tungilla yaraq bardor bey lashkarlarning ozuq tulikining tugay deb qolganligini ma'lum qilgan edi. To'g'ri. Lashkarlar bekor turg'ucha bug'doylarni o'rsin. Bunda qilsaq, birinchidan qo'shinning ozuq tulikini hal qilg'ili. Ikkinchidan Oqsu Yoykentdagi xon ochliqini iqtisod qilg'ili. Uchinchidan Qashqar shahridagi Samarqand lashkarlarining ozuq tulik manbasini uzib tashlag'ili bo'ladi. Etizliqda bir tal don qolmasa, bir Hoji Muhammad shoyasda qandoq qiladi ekan qani? Shu chaqda shahardan chiqmag'inni bir ko'ray. Qashqar shahri atrofida maxsus lashkarlarning ta'minoti uchun terilgan bug'doylar bor edi. Sayit Ali olib bu bug'doylardan boshqa u tarbi To'qquzaq, Opal, Buloqsu, Toshmiliq, Barin, Suluq, Yandurma, bu tarbi Davlatbog', Behishkeram, Oqtosh, hatto Tozg'un, Oqtu, Yopchanlargacha berib, tutun begidan yuqori yurt oqsoqollari, beg to'rilarning bug'doylarini to'liq yig'ib oldi. Yer yo'q o'rtaqchi, yilliqchilarga ma'lum miqdorda oshliq ulashtirib bergandan boshqa, barliq oshliqlarni Oqsuga yo'lga soldi. Hatto saminini qoldirmadi. Qashqarning kuz fasli haqiqatan ma'murchilik bo'ldi. Üzüm, alma, amut, shaptul, qo'g'in tavuzlar pishib to'kma bo'ldi. Meva-chevalarni to'li yeganlikdanmi, aytavur lashkarlarning ichi surib ketgan edi. Sayit Ali olib bu ahvolga dastlabida ancha eransimidi. Lekin bir hafta o'tganda ichi surgan lashkarlar ko'payishga boshladi. Amir kabir janoblarga ma'lum bo'lg'ay, dedi bargohi oliga jiddiylashgan holda kirib kelgan bosh hakim. Lashkarlarning ahvoli to'limi chatoq. Ularning ish surkini to'xtatishga faqat amal bo'lmayotdi. Hozir 10 lashkardan 4-5ning ish surib ketib boradi. Ish surganlarning soni borgan sari ko'payib. Agar ahvol mushundaq davomlashaversa, yomon oqibat kelib chiqishi mumkin. Lashkarlarga meva-chevadan parhez tutish haqida farmon bergan edik-ku, dedi Sayit Ali olib. Ajaba buning unumi bo'lmayotganmidi? Hakim tiyiblar har qaysi lashkargohlarda dori qaynatib o'tadi-ku. U dorilarning unumi bo'lmayotdi, dedi bosh hakim xijillik bilan. Lashkarlar orasida ishchilik kesili xuddi vabodagi yamrayotdi. Şol topda bir qism lashkarlarning o'rnidan turg'idak majoli yo'q. Ayni yili Samarqandda tutqun bo'lib turganda, ishchilik kesilining dardini yetkichi tortgan Sayit Ali olib birdilla jiddiylashdi. Shu topda o'sha chog'dagi azoblari esiga kelib qolgan edi. Darhol bir amonlik qilsinlar. Yorkan, Xotandan Dora tevib apkaldiramdiq ya. Ayıpki buyurusulumu raskapni qilay hazirtim. Yorkan, Xotandan Dora tevib apkaldirib bo'lguncha lashkarlarning ahvoli ig'irlashib ketishi mumkin. İch surganlar kundan kunga ko'payib. Har ehtimolga qarshi ularni ayirib etib amlash kerak. Bosh hakimning chiroyidagi tashvish Sayit Ali olibga darhol ta'sir qildi. Lashkarlarning ish surki mening o'sha chog'dagi ish surkimga o'xshamdig'andi. Shu chog'da Mahmudiyevning doğrusu kar qilmay, oxiri ko'nglim tortib ishgan bir necha opqir qemiz sabab bo'lib shifo topgan edim. Lashkarlarga qemiz ichilsa qandoq bo'lar?
Hozir qimizning toza pishadigan vaqti. Ortishning tog'lariga choparman avassam, chorbichi qavmlardan qimiz tepib kelsinmikin. Seyit Ali olib, o'y xiyolini hakimga deyishga oldirmay, lashkarlarning ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rib boqmoqchi bo'ldi. Butun qarorgohlarni ko'zdan kechirib, kasallarni yo'qlab chiqib, qattiq cho'chib ketdi. Lashkarlarning yerimi degudek ishti suriki bilan og'irgan bo'lib, ularning jangi chiqqudekla emas, o'zining holidan xabar olgudekmi majoli yo'q edi. Navoda Pirhoji Muhammad Shoyesta shahardan chiqib jangi undab qolsa, bu ahvolda saq qolgan lashkarlar bilan taqobil turmoq tas edi. Qimiz apkeldirdigan ish vaqtincha turib tursin. Ahvol sirtqa yeyilib ketib bo'lguncha lashkarlarni darhol chekindirish kerak. Elimi yaxshi bug'doylarni vaqtida o'ritib olgan ekanman. Seyit Ali olib endi ishkelinib o'ltirmadi. Sarkardalarga lashkarlarni darhol oqsuvga chekindirishga farmon berdi. Darhol harbi tayyorlanglar. Bemorlar agal chekinsin. Qarorgohda kasal tarqalganligini oshkorlaganlarning kallasi ilinadi. Qish kirib bo'lg'icha Qashqarni elish umidi yana uzilgan Seyit Ali olib, bu yil Turponga qaytolmaydiganligini his qildi. Vujudini ig'ir hasrat chirmab oldi. U Sulton Malikani, texi chiroyini ko'rib boqmagan o'g'li Muhammad Haydarni sig'inish azobi yurkini qurutdek xojilaydi. Lekin uning Turponga qaytishi mumkin emas edi. Qashqarni olmay turib, Turponga qaytishga g'ururi yo'l qo'ymaydi. Bundaq bularni bilgan bo'lsam, Maliki bilan o'g'limni elib kelishga boldurroq choparman avatarkanman. Ularni yo'l azobi tatqizgucha qishqirishdan avval Qashqarni elib Turponga qaytarman deb o'ylagan edim. Onoq kelmay qo'ydi-da kasofat. Yana saqlasak, sovuq tushib ketadi. Uninggacha ularni boldurroq yinimga akeldirib olay. Seyit Ali olib, u Sulton Maliki bilan o'g'lini Turpondan Oqsuvga elib kelishga choparman mong'uzdi. Samarqand. Rasadxona qurilishi o'rnini ko'zdan kechirib, Ko'ksaroyga qaytib kelgan Mirzo Ulug'begning kayfiyati to'limi chog' edi. Shu kunlarda Shayx Nizomiddin Xomush Ishonning rasadxona o'rniga xoniqa silish huquqasi xeyli besiqib qolgan bo'lib, muridil hidoyatchilar, so'pi darvishlar qurilish o'rniga to'plashib olib, chatoq chiqarmaydigan bo'ldi. Bir mezgil to'xtab qolgan rasadxona qurilishi qaytadan boshlangan bo'lib, me'morlar, dilkorlar, toshchilar, nimkor ishlamchilar bu katta imoratga jiddiy ishlayotdi. Yaqindan beri kayfi xeyli chog' bo'lib qolgan Mirzo Ulug'begning Qashqardan boshqa bosh og'rig'i qolmagandek qiladi. Samarqand shahrining hokimi Miranshah To'rg'a pat-pat Pirhoji Muhammad Shoyesta ustidan shikoyat qilib turadi. Inisi Mirzo Sotuxonning o'limi vaqasini surishti qilib berishni talab qiladi. Pirhoji Muhammad Shoyestamu Qashqarning navbatdagi vaziyati haqida to'xtamay ma'lumot yo'llab, Qashqarning muhosirda qolganligini, Amir Kabir Seyit Ali olibning Qashqar tavasidagi barliq bug'doylarni o'rib, hatto samonlargacha Oqsuvga elib ketganligini bayon qilib, lashkariy yordam, oziq-tulik talab qiladi. Garchi Pirhoji Muhammad Shoyesta Seyit Ali olib bilan bo'lgan jangni pardozlab, yengilib qolganini yo'shirib, Mo'g'uliston lashkarlarining Qashqardagi ochliq ziroatlarini bulab talganligini ziyodi ko'ptirib ma'lum qilgan bo'lsa-mu, Mirzo Ulug'beg oyg'oqchilari orqali
necha minglag'an Samarqand lashkarlarining jiniga zomin bo'lgan Salay begim jinining amaliy ahvolidan to'liq xabar topgan va bu jangdagi mag'lubiyatdan g'ururi haqoratlangandek tuyg'uga kelgan edi. Har qitim Said Ali Olibni ko'z oldiga keltirganida, ayni yili uni Hirotga billa elib bormoqchi bo'lganligiga qattiq pushaymon qiladi. Nazarbanddan bo'shatganiga, o'ldirib atmaganiga afsuslanadi. O'rtada Said Ali Olibdek tadbirlik, bahodir sarkarlarning kamligidan hasratlanadi. Pirhoji Muhammad Shoyastaning iqtidorsizligidan og'rinadi. Qashqarga lashkar avatmaymi, Said Ali Olibning hujumini chekindirish haqida boshqa turadi. Pirhoji Muhammad Shoyastani Qashqardan qaytirib kelishni ko'ngliga pukkan bo'lsa-mu, o'rniga avatadigan muvaffaq bir odamni ditliy olmayotgan Mirzo Ulug'bek amirlarini birma-bir nazaridan o'tkazdi. Xonning kayfiyatining chog'ligini, qopqini turib olmay kulib o'ltirganini ko'rib, amirlar xeyli ozoda o'ltirishyotdi. Odatda bundaq vaqtlarda ancha-muncha chaqchaqmi bo'lib qoladi. Mirzo Ulug'bek biror eg'iz chaqchaq boshlab bersala, amirlar uningga moslashadi. Tartinib ketmaydi. Bir-birini gapga tushirib, xonning ko'nglini echishga harakat qilishadi. Mirzo Ulug'bekning ko'zi Qashqarning amirligidan qaytirib kelgan Sulton Malik To'g'latga tushishi bilan o'zini tuta olmay tixildab kulayotdi. Sulton Malik To'g'latning yonida Xo'ja Sharif Qashqari o'ltirgan edi. Bu ikki amirning boshqacha yaqinligini Mirzo Ulug'bek obdan biladi. Shu topda bir-biriga yaqin o'ltirgan bu ikki amirni ko'rib, Mirzo Ulug'bekning esiga Sulton Malik To'g'lat Qashqarga amir bo'lgan mazgilda Samarqand sarvozlarining Qashqar lashkarlarini o'zlariga chehra bo'lishga majburlaganligi kelib qolgan edi. Odatda mayli Mirzo Ulug'bek, mayli boshqa amirlar bo'lsin, Sulton Malik To'g'latga shu chehra vaqasini tilga elib chaqchaq qilishadi. Sulton Malik To'g'latning harmida chehra saqlaydigan yomon odati bor edi. Buni Mirzo Ulug'bekdan tortib, o'rdadagi cho'ng-kichik amirlarning hammasi biladi. Xonning o'ziga qarab kulganini ko'rib, Sulton Malik To'g'lat bir oz o'ng'aysizlandi. Chiroyiga suz qizillik yugurdi. Xonning kaypichoq vaqtlarda davomliq Qashqardagi oshu chehra vaqasini tilga elib chaqchaq qiladiganligini biladigan Sulton Malik To'g'lat shu daqiqada xonning kulkisining sababini bilib qolgan edi. Odatda erlar uchun chehra saqlash, bejavozlik qilish ayiblik ish sanaladi. Boshqalar undaq odamni fosiq deb sanliq qiladi, ko'zga ilmaydi. Shu sababdan amirlar chehra saqlasa, boshqalardan maxfiy tutadi. Shu chehra vaqasi sabablik harmida chehra saqlaganligi oshkorlanib qolgan Sulton Malik To'g'lat o'rdida bosh ko'tarolmas bo'lib qolgan edi. Amirlar davomliq shu ishni tilga elib turib, uni chaqchaq nishoni qiladi, teriktiradi. Shu topda u xonning kulganini ko'rib, qattiq xudiksirab tursa-mu, chamdirmaslikqa tirishib yeyishga majbur bo'ldi. Ikkilari ajab yaqin o'ltirishyaptilar-ku, dedi Mirzo Ulug'bek kulgisini to'xtatib turib. Bundaq o'ltirib olsalar, qaysilarining cho'hrasida ekanligini toza aniq ayrig'ili bo'lmaydi ekan. Amirlar Mirzo Ulug'bekning cho'risida degan so'zni qasdan cho'hrasida deb talaffuz qilish orqali so'z o'yini chiqarib atganligini bilib, qoqoqlab kulishib ketdi.
Olilarga ma'lum bo'lg'ay. dedi Amir Sulton Jandor chaqchaqni teximi avutib. Kaminalarning his qilishicha, Mirzo Xo'ja Sharif Qashqari janoblari Sulton Malik To'g'lat janoblarining cho'risida. Saroy ichini yana gurradi kulki qopladi. Amirlar tushma-tushdan hujumga o'tib, chaqchaqni avjiga chiqardi. Yo'q, xatolashdilar, dedi o'rda yasovul amiri. Sulton Malik To'g'lat janoblari Mirzo Xo'ja Sharif Qashqari janoblarining cho'risida, ha? Yo'qsa, har ikkilari xatolashdilar. Bu ikkalan bir-birining cho'risida. Ha, endi bildim. Nemanchi yaqinchilik qilishi ekan desam, o'tni qilishi ekanda, ha? Saroydimi kun orlab oldi-kayni o'ltirishida bo'lmasa. Mirzo Ulug'bek yo'tsig'i shapaloqlab kulatdi. Amirlar uning ko'nglini ko'tirish uchun chaqchaqni to'xtatmay avjiga chiqaratdi. Chaqchaqning nishoni bo'lib qolgan ishga amir damonliqda javob qaytara olmay, kulgiga qo'shilib yejishatdi. Cho'hra degan so'z bilan uchiqib ketgan Sulton Malik To'g'latning bu chaqchaqlarga javob qaytargudek majoli qolmagan edi. Ammo Mirzo Xo'ja Sharif Qashqari xeyli hozir javob, gapdan odam edi. Odatdami chaqchaq so'rinida boshqalarga oldirab gap bermaydi. Chaqchaqda yengilib qoladigan vaqtlari to'limi oz edi. Shundoq, dedi Xo'ja Sharif Qashqari gohida oldi-kayni o'ltirishidu deb chaqchaq qilgan amiriga qarab. Gahi-gahida janoblarining kaynidimi o'ltiraman. Keldi. Naq joyiga keldi. dedi Xo'ja Sharif Qashqarining hozir javobligiga qoyil bo'lgan Mirzo Ulug'bek yo'tsig'i shapaloqlab kulganicha. Xonning maqtishiga erishgan Xo'ja Sharif Qashqari mag'rurlik bilan gedaydi. Undaqda bizmi janoblarining kaynida goh o'ltirsak bo'lg'idak, ha? dedi yiliqi amir qaytilab hujumga o'tib. Xo'ja Sharif Qashqari darhol javob qaytardi. Ehtiyot qilibroq o'ltirsinlar. Orqalariga uchib ketsalar, ishki putlaridan ko'tarib olishga to'g'ri keladi, ha? Saroyda ko'tarilgan kulka xeyli uzoq davomlashdi. Anglasam, Qashqarda his to'la deydi. Rasmi? Ha? So'radi Mirzo Ulug'bek xirildab kulgunicha Xo'ja Sharif Qashqariga chaqchaq qilib. Amirlarning hammasi yalt etib Xo'ja Sharif Qashqariga qaradi. Mirzo Ulug'bek chaqchaqqa yo'lab, javob bermak nihoyatimi qiyin bir savolni so'ragan edi. U bu savoli orqali Xo'ja Sharif Qashqarinimi to'xtamay boshog'riqqa tepib berayotgan qashqarliklarnimi masxira qilish muddasiga to'liq yetgan edi. Odatda fursat topsalar xonga xo'sh etib, xushomad qilib turadigan Xo'ja Sharif Qashqari kindiq qini to'kilgan yurtining haqoratlanishiga yejib qarab turg'isi. Shundoq oliylari deb xonning ko'nglini xush qilg'isi kelmadi. Agar rost shundoq debli qo'ysa, amirlarning mushigaki esilib olib, o'ziga orom bermaydiganligini darhol his qildi. U saroydagi amirlarning o'ziga masxiralik tikilgan ko'zlariga takshi bir qarab o'tib javob berdi. Rost aytdilar, an hazratim. Qashqarga samarqandliklar kelgandan beri his to'la bo'lib qoldi. Xo'ja Sharif Qashqaridan bundoq javobni kutmagan Mirzo Ulug'bekning chiroyidagi kulka shippida o'chdi.
amirlarning nafas elishi birdilla tezlashdi va huduqib Mirzo Ulug'bekka qarashdi. Adabsiz! dedi bayatdan beri chaqchaqqa aralashmay ko'zini yerim yumg'inicha tasvir serib o'ltirgan Shayxul Islom Burhoniddin qopiqini turib. Mushundoqmi gap qilindigan? Qiblagoyimizdan darhol shafqat tilisizlar. Shu daqiqada Xo'ja Sharif Qashqarinimi sur basqan. Oldirib qilgan gapiga qattiq pushaymon qilgan. Vujudini vahima chulg'ib olgan edi. U tatargan holda Mirzo Ulug'bekka qarab duduqladi. Men Ojatsiz, dedi Mirzo Ulug'bek chiroyiga darhol kulgi yugurtib. Ko'nilar gapga gap to'g'ri kelganda otangdimi yonma debdikan. Xo'ja Sharif Qashqarining bu chaqchiqini gunohga jo'risak yaxshi bo'lmas. Xo'ja Sharif Qashqarining put-qo'liga qaytadan jon kirdi. Chunqur yarning levidan yongandek yengil nafas oldida Mirzo Ulug'bekka qarab peshini aytdi. Oliylari donadir. Shopki g'iziq qilib, adabdan chiqib, hurmatsizlik qilib qo'ygunimga ming marta afu so'rayman. Mirzo Ulug'bekmi chaqchaq qildim deb o'zini tutib ololmay Qashqarliklarni masxira qilib cho'ng xatolikqa yo'l qo'yganligini his qildi. Xo'ja Sharif Qashqarining kutmagan yerdan bergan javobi uni xeyli sagitgan edi. Poq chalma assa yuziga chachrabdi degani shu-da. dedi Miranshah To'rg'a o't quyruqliq qilib. Qiblagoyimizning o'l chaqchiqini kulib o'tkazvasalar nima bo'ladi? Qashqarlik degan-g'o zodi qoida yo'sinni bilmaydigan to'mpay haq. Kechirsizlar hokim bey janoblari, dedi boyiqi vahimadan xeyli yengillab qolgan Xo'ja Sharif Qashqari. To'mpayliqimdan bilmay qoptiman. Fursati bo'lib qolsa, o'zlarini kulib turib o'tkazarman. Xo'ja Sharif Qashqarining kelishtirib qilgan bu chaqchiqi saraydagi ig'ir kayfiyatni qaytadan jonlantirdi. Mirzo Ulug'bekka agishib, hammasi qaqoqlab kulishdi. Bugun chaqchaq cho'rini agib ketolmaydi-ku zodi. Hammalari saroydan yong'anda g'usl qilishib olarlar. dedi Mirzo Ulug'bek teliqib kulganicha. Uningga Miranshah To'rg'ining damonliqi javob qaytara olmay terkib qilishi texmi kulkilik tuyulgan edi. Chaqchaqni bo'ldi qilayli endi. Saltanat ishlariga shayton aralashmasin. Amaliyotda mayli Samarqand, mayli Qashqar bo'lsin, har ikkisi abo ajdodlarimizning vatanlaridir. Har ikki yurtga al-raiyat qavm qarindoshlarimizdir. Mayli Tangritog' etaklardagilar bo'lsin, mayli ikki daryo vodiysidagilar bo'lsin, hammasi bir qavmdir. Mirzo Ulug'bek qaddini rostlavilib, gapini davom qildi. Asli maqsadga kelayli. Ol Qashqar amri Pirhoji Muhammad Shoyastaning o'rdiga yo'llagan ma'lumotidan hammalarining xabarlari bor. Shol kunlarda Qashqar ig'ir tahlika ostida qilyotdi. Buni muvofiq hal qilish uchun tadbir ko'rsatsinlar. Amirlar bir-biriga qarab jim bo'lishdi. Ol Pirhoji Muhammad Shoyasta Qashqarning hudisidan chiqolmadi oliylari, dedi Miranshah To'rg'a. Menimcha Qashqarga iste'dodli amirdan birini tayin etgaymiz. Miranshah To'rg'ining adovat yuzasidan bergan taklifi
Mirza Ulug'begning ko'nglidagi o'y xiyoli bilan bir yerdan chiqib qolgan edi. Xo'sh, bir Hoji Muhammad Shoyastani qaytirib akalsak kelaydi. Lekin o'rniga kimni avazsak bo'lar? Amirlar yana bir qitim bir-biriga qarashdi. Albatta, o'rdadagi yuqori darajalik amirlarning Qashqarga borg'usi yo'q edi. Mansab tamasida turgan tuvan darajalik amirlarning yuraklari o'ynab ketdi. Amirlarga nazar tashlab o'ltirgan Mirza Ulug'begning ko'zi Xo'ja Sharif Qashqariga tushishi bilan kallasiga pallada bir xiyol keldi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining 2-chi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Mirza Xo'ja Sharif Qashqari janoblarini Qashqarga yolg'iz silib qo'ysak, yaxshi bo'lmas. Mo'g'uliston lashkarlari kelsa, jang qilib oldini to'sish, shaharni qo'riqlash mening mas'uliyatim. Gaplarcha kaminalari choparman bo'lg'udakman-da.